Assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston. Mana bugun Qurbon hayit bayrami. Ayyominglar bilan hammaga Qurbon hayit muborak bo'lsin. Hamma bugun ota-onasini bag'rida, kimlardir o'rtoqlari, do'stlari bilan, jo'ralari bilan birga. Mana men o'zim Toshkentdaman, bir o'zimman uyda. O'shanga o'zimga yarasha ozgina go'sht qovurib, sizlar bilan bir bo'lishay dedim. O'zimga yarasha mana ozgina go'sht qovurib yeyman-da, xudo xolasa. O'zing uchun o'l yetim deydi mana. Nima bo'lsa ham Xudoga shukr. Hamma narsa yetarli, faqat uyda bir o'zimligim to'g'ri kelmayapti-da. Bir o'zim bo'lsam ham mana sizlar borsizlar. Sizlar bilan bo'lishib, go'shtxo'rlik qilaman dedim-da. Kuzatib turinglar. Assalomu alaykum. Sog' bo'lasiz.